2 yil qimor qaramligida yurib, 30 ming dollar yutqizib va oxir oqibat tan olib, qimor qaramligidan chiqqan inson haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. O'zbekistondagi ko'p yoshlar, ko'pchilik mehnat qilib, musofirchilikda ishlab yuribdi. Kuzatuvchilarimdan bittasi Amerikada trek sohasida haydovchilik qiladi. Daromadi yaxshi. Misol oyiga kerak bo'lsa 8 ming, 7 ming, 10 ming dollar ham topishi mumkin. U shu 2 yil mobaynida qimor qaramligiga uchrab, shu qimorlar o'ynab, o'y xayoli faqat qimor ichida bo'lib qolgan va kerak bo'lsa insonni qimor qaramligidagi inson yalqov, dangasa, ish yoqmas bo'lib qoladi. Chunki o'sha xayolida ong ostida qimor, yutgan pullarni eslaydi, osonlik bilan topgan pullarni eslaydi, tez boyib ketishni o'ylaydi va xullas shu halol mehnatga emas, o'y xayoli qimor, dangasa, yalqov bo'lib qoladi. U Instagramdagi, YouTube'dagi chiqishlarimni ko'rib, qimor ichidagi odamlar bu narsani tushunadi va ta'sirlangan. Menga yozdi, aka, shu meni qimordan chiqqanligimni, 2 yil mobaynida qanday kechinmalar kechganini video qilib chiqazing. O'sha qimor qaramligiga, qimorga kirib kelgan yoshlar ayniqsa shu videoni ko'rib, bu yo'ldan qaytishini mendan iltimos so'rab qoldim. Men savol berdim, aka, qanday qilib chiqdingiz va o'zi boshida siz qimor olamiga qanaqa kirib qoldingiz va qanday chiqdingiz degan savolni berdim. U kishi menga javob berdi. Endi Amerikada ishlayman, Amerikada yashayman deyapti. Haydovchilik qilaman dedi. Ishim yaxshi, daromadim yaxshi. Orada O'zbekistonga kelib turaman dedi. O'zbekistonga kelganda ulfatlarim, o'rtoqlarim bilan o'tirganda shu orada qimor o'ynayotganlari, shu bukmekerlik kontoradan stavka qilayotganlarini ko'rdim va bu muhit menga ham ta'sir qildi va men ham o'ynashni boshladim dedi. Keyin Amerikaga qaytdim, Amerikada ishimni, faoliyatimni boshladim. Keyin orada yana shu narsani o'ynadim va shu narsaga sho'ng'ib ketdim dedi. Chiqish qanday bo'ldi deyapti. Chiqish o'sha Amerikada, Nyu-Yorkda, Filadelfiyada yashayman dedi. O'sha o'zbek akaxonimiz bor dedi. O'zbek akaxonimiz u Amerikada 30 yildan oshiq yashab, hozir olamdan o'tgan deyapti, ammo o'sha payt tanish akamiz nasha, narkomaniya kasalligiga uchragan dedi. O'sha paytda men ko'rdim dedi. Narkomaniya insonni o'limgacha olib boradi. Qimor deyapti. Skriti, ya'ni yashirin kasallik deyapti-da. O'ylab, shu men ham qismatim shunaqa tugamaymi deb xulosalar qilishni boshladim dedi. Keyin u tanish akamni do'sti bor edi, buxarskiy yevrey, yevrey. Shu bitta o'tirishimizda aytib bergan edi dedi. Men ham o'zim to'xtata olmayapman, qimor qaramligiga uchraganman deganimda u kishi menga shunday tushuntirganki, игровая зависимость, ya'ni игровая зависимость degan qimor qaramligiga uchragan insonlar, qimor qaramligi degani o'sha aytayapti, qimor qaramligi narkomaniya kasalligidan ham kuchli ekanligini shunday tushuntirib berdi. Chunki mana o'zim yo'l sohasida, trek sohasida ishlaganimdan keyin har kilometrda bukmekerlik, kazino, hamma narsani reklamasi va tagida gambling, ya'ni qimor qaramligiga kasalligi, ludomaniya kasalligi bo'yicha davolash deb tagida yozib qo'yibdi. Tepasida o'yinga jalb qilib qo'yibdi va yana pastida o'shani davolashga jalb qilib qo'yibdi. Amerikada ochiq deyapti. Birinchi qavatda nasha sotsa, ikkinchi etajda narkomaniya kasalligi, narkomanlarni tuzatish klinikasi deyapti. Bu yerda o'zingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin, o'zingizni tutib, qattiq turib mehnat qilishingiz mumkin deyapti. Men ham shu 2 yil mobaynida qimor qaramligiga uchradim. O'sha tanishimiz akamizni olamdan o'tganligi juda menga ta'sirli bo'ldi. Keyin u yevrey kishini menga aytgan maslahatlari, o'sha
qimor qaramligi yashirin bir kasalligini shunday tushuntirib berganki, inson nafaqat narkomanga o'xshab, narkoman tashqi ko'rinishidan ko'rinadi, odamlar o'zi tark qilishni boshlaydi. Qimor qaramligidagi inson tashqi ko'rinishidan sezilmasa kerak. Uni hech kim bilmaydi. Misol biz Amerikada ishlayapmiz, yaxshi pul topamiz, pul bilinmasligi mumkin. Ammo bu sizni ichingizdan nafaqat pulingizni oladi. Bu muammo keyin borib yon atrofidagi yaqin insonlaringizni ham kasallikka uchratib qo'yishi mumkin. Ular qattiq siqilishi mumkin. Shuning uchun men o'ylanib, o'zim tan olib, to'xta, o'zim nima qilyapman? Halol mehnat qilyapman. Shu qimorga kirmagan paytim qanday baxtli inson edim. Oyiga kerak bo'lsa 10 ming topardim. Hozir shu 2 yil mobaynida 30 ming yutqizib qo'ydim. Kerak bo'lsa bir oylik maoshlarimdan to'liq ishlamasdan, yarim ishlab, chala ishlab daromadim tushib ketdi, deyapti. Xulosa qilib chiqqan va videolarimizni ko'rib, ta'sirlanib, shuni kuzatuvchilarga yetkazing deb menga iltimos qildi. Mana shu narsani sizga gapirib beryapman. Demak, do'stlar, har qancha ishonmang, o'ynayapsizmi, yutqizishingiz aniq. To'g'ri, hozir siz boshida arzimas summa bilan boshlaysiz. O'zim boshqara olaman deb o'ylaysiz. Ammo bu kichik summa bora-bora kattalashadi. Siz keyin fikringiz, xayolingiz qimorda bo'lgandan keyin o'y-xayolingiz qimor bo'ladi. Hozir o'qiyotgan bo'lsangiz, talaba bo'lsangiz o'qishingizni tashlab yuborishingiz mumkin yoki bitta korxonami yoki biznes qilayotgan bo'lsangiz, biznesingiz ham tashlab yuborib, rivojlanish o'rniga pastga sho'ng'ishingiz mumkin. Vaqtida to'xtating, xulosa qiling, hayotingizni qutqaring. Qimordan chiqish faqat o'zingizga bog'liq. Tan olishingizga, ong ostingizni tozalasangiz, qimordan chiqasiz. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha.